mana shu yerda nimalar bo'lsa, odam yig'ilgan o'zi hammani ko'zi sholda. Hozir sizlar uchun borib albatta ko'rsatamiz. Nimalar bo'lib yotibdi? Ha, nima bo'ldi? Suzaman deyaptimi? Aka qancha bo'ldi qo'chqor? Mana buqa. Nima qilganini ko'ringlar. Balonni ham teshibdimi? O vaziyat bo'lib ketadi men deydi hozir. Molimiz zo'rlar ichi kelyapti. O qancha bo'ldi aka mana shu qora? O narxidan xabarlari. Bucha aka. Lekin o'ta ham xavfli. Bayda turib video olishda o'z bo'lmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Shahidon mol bozoriga kelganmiz. Bu yerdan mana xavfli holat bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun eng zo'r narxlar olingan, qaytgan shunaqa xavfli holatlar hammasini sizlar chiroyli qilib yoritib berganmiz. Albatta videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib, fikrlaring kommentariyada yozib ketinglar. Biz bo'lmasa videomizni boshladik. Buqani o'ta ham boshqacha kelyapti. Va nech pul bo'ldi boy aka? 32 million so'm. Zo'r. Barakazimiz. Qo'shqar qancha bo'ldi aka? 6 million 800 ming so'm. Zo'r, barakasini bersin. Kelar bu tomonda yana ham chiroylari chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yinglar. Kim qaydan kuzatyapti, narx-navlar arzon, qimmat. Keyingi bozorlardan bo'lsa. Nech pul bo'ldi aka? Ikkovi ham qaytdi, ha? Barakazini. Keyingi bozorlarda sotilib ketsa. Arzon sifatli qulay joydan dedim. 20-30 dan ortiq darvozalarimiz tayyor bor. Bunimizning narxi 1 million 300 ming so'mdan 1,5 million so'mga. Yangilik taroq fason darvozamiz. Bularimiz narxi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mga. Hop, 3-darvozamiz afsona fason yangilik darvozamiz. Bularimizni narxi 1 million 300 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha. High-tech uslubida, xudo xolasa. Buni ham narxi qiziq joyini aytib o'tadigan bo'lsam, buni ham 1 million 350 ming so'mdan eng zo'rini 1 million 200 ming so'mdan xudo xolasa shu holatda chiqadi. Material ozgina parashlaydi. Dubay fasonda darvozamiz. Bu yerda kachelalarimiz, perila xizmati ham bor, ichkarida ham xudo xolasa ularni ham bir qator ko'rib o'tamiz. Kachilalar Kachelamiz 2 million 600 ming so'mdan 3 million so'mgacha kachelamiz bor. Qarang, Islomboy aka, masalan, bir kishi qilib turib, aka-uka yoki oshna o'g'in ikkita oladigan bo'lsa, bir narsa bonus bormi sizdan ham? Ikkita darvozani aka-ukami, ikkita oshna og'aynimi bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, rizqim qo'shilgan bo'lsa, bitta kacheladan bonus qilib beraman. Kacheladan bitta ketdi. Ana shundoq. Bo'ldi aka, 5 tane. Mana shu joyini eslab qo'yinglar, hurmatli. Ikkita olganga bitta mana 3-4 millionlik kachela. O'zi asli 6 ta bir xil razmerda rishvatka qilib joylab berganmiz. High-tech uslubida. Darvoza joylaganmiz, high-tech uslubida. Taroqli deymiz. Taroqlini yangilik qilib chiqarganmiz. Kazirogimiz ham darvozaga, uyga moslab high-tech uslubida qilganmiz. Narxi 450 ming so'mdan 800 ming so'mgacha bor buni. Hurmatli kuzatuvchilar, hamma narsani aytdik. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerli aloqaga chiqib, bemalol xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Detektiv bo'lib ketdik-a. Mana buqa. Nima qilganini ko'ringlar. Balonni ham teshibdimi? Seryozni? Ash balonni ham buqa teshganmi? Detektiv bo'lib ketdik-a. Mana shu ishni, shu buqa shunaqa qilib ketdi. Haliginda aka oyoqlarini chiqarib yotuvdi. Voy. Qilgan ishini qaranglar, buqani xavfliga, mashinalaringga ehtiyot bo'linglar, o'rtoqlar, chorvador akalar, ukalar. Yo buqani qo'rqitib haydash kerak, yo mashinani mana bu mol yuklanadigan joylardan uzoqroqqa qo'yish kerak ekan. Endi iloji yo'q, bu ham Xudodan. Baribir sababini qilib ko'rish kerak menimcha. Sog' bo'linglar. Hamda yomon suzdi lekin mana odamni suzib uchirib yubordi ana shu. Onalarni yemsin. Buqalar narxi kelyapti, lekin mana qog'amizni qattiq suzdi lekin ana shu buqa. Uchirib yubordi o'zi ham. O aqa ketdi u buqa. Qog'amizdagi hazlagam tushmadi. Shopir aka qancha bo'pti ekan? Narxidan xabarlari yo'q. Nech pul bo'pti? 21 million so'm bo'pti. Xudo xolasa bug'oz. Aka qancha bo'pti buqa? 28,5 million so'm bo'pti buqamiz. 7 mingdan tirik va dinga olishibdi. Zo'r. O'ta ham injiqo'y nech pul bo'ldi aka?
68 dan bo'pti, zo'r. Aka qancha bo'ldi bu? 15,5 million so'm. Zo'r. Barakasini bersin. Akalar, videoni boshidan so'rab qolamiz. Albatta like bosib, kommentarda chiroyli fikrlar yozib ketinglar. Mana shunaqa buqalardan uylanga bir 40 ta 50 ta olib borish nasib qilsin. Buqani chiroylisi kelyapti. Qancha bo'ldi hoji tog'a? 26 million. Yashang, barakasini bersin. 26 million 300 ming so'm. Zo'r. Ha, albatta ko'rasiz. Yashang, barakasini bersin. Shunaqa. Va qancha bo'ldi yana bola? 34 million. Nechinchi qorin aka? 4-chi 34 million. Yashang, barakasini bersin aka. 34 million so'm. Ola paroda yana bolamiz kelyapti. Boy aka qancha bo'ldi bu? Narxi qaytibdi. Va qancha bo'ldi Sho'pir aka? Bir kam 70 dan 69 mingdan tirik vaznga tortib olishibdi. Oh. Mana. Va qancha bo'ldi aka? 70 mingdan. Ha, jupi 70 million. Zo'r, barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka yana bola? O'ziga 33 million. Bolasi bor, ichida bolasi bor ekan. Zo'r, barakasini ber. Narx aka qancha bo'ldi puli? Ular ham Sho'pir ekan, hamma Sho'pir narxini bilishmas ekan. Iltimos qiladi Sho'pir akalarimizdan narxni avvalan bilib chiqinglar. Chunki shu yerda shuncha odamga qiziq. Buqalar narxini bilamiz hozir. Nech pul oldi ekan aka? Sotilmabdi, qaytibdi. Nech pul oldi aka bu? 14 million so'm. Zo'r, barakasini ber. Sotilmabdi. Sotilma qaytibdi. O'zi juda ko'p mol qaytyapti. Sababini bilmayman, lekin 33 hozirga oxirgi o'tib ketgan 33 million so'm bo'libdi. Aka qancha bo'ldi? 17 million qisir ekan. Barakasini bersin. Zo'r. Zo'r, ishlaringiz zo'r. Gapi aka tuzingsiz. Shu yerimiz kelyapti egalang, kuydirgan holda narxini bilamiz aka, narxni aytsa. Aka nech pul oldi ekan? 27. Yashang, barakasini bersin. 27 million so'm. Zo'r. Qancha bo'ldi aka? 18. 18 million. Barakasini bersin. Ot sotildimi? Nech pul bo'ldi? 15,5. Yashang, barakasini bersin. 15,5 million so'm ot. Zo'r. Aka sotildimi ot? Nech pul bo'ldi? 10. Yashang. Qancha bo'ldi aka bu sigir? Narxini so'rashmabdi bular. Mana bu yomonlari kelyapti hozir. Jupi-jupiga desam, ena bola ekan. Narxini bilamiz hozir. Bu qancha bo'ldi ena bolami aka? Ena bola 50 million so'mga sotamiz. 50 millionga sotsak. Nomerni aytib keting, reklama bo'lib qoladi. 91lik. 142 26 23. Enasi bo'g'oz, ha? 4 oylik. Nechinchi qoringa aka bo'g'oz? Bu buqasi вообще zo'r ekan. Albatta qiziq bo'lsa, hozir aytib o'tgan nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Barakasini bersin. Laykni bosib qo'yinglar, xudo xolasa chiroylardan chiqaryapti. Mana hozir qora sigirimiz narxi. Nech pul oldi ekan boy aka? 26 million so'm bo'pti. Zo'r, barakasini bersin. Bu yoqda buqalarimiz kelyapti. Qancha bo'ldi hoji tog'a? 63,5. 3 tasi 60, 2 tasi. Bunisi qancha bo'ldi aka? Semental bilan. Ha, 2 tasi 63,5 million so'm bo'pti. Zo'r. O'ta ham chiroyli, o'ta ham chataq. Nech pul bo'ldi boy aka? Narxidan xabarlari yo'q. Nimaga xabarlari yo'q? Hech kim bilmaydi. Onalarni emsin. Yomon vaziyat bo'lib ketadi men deydi hozir. Molimiz molga nima bo'lyapti? Va nech pul bo'ldi ekan aka bu sho'x? 25,5 million so'm. Yashang, barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi ekan bu? 32,5. Zo'r, barakasini bersin. 32,5 million. Lekin o'ta sho'x ekan onash. Ovoz. Aka qancha bo'ldi ekan? 18 million so'm. Barakasini bersin. Sotildimi tog'a? 11 million bo'pti. Otni mujiga 11 million so'm.
Mana bu yerda nimalar bo'lib yotibdi? Bu rosa yiqilyapti-yu. Yaxshi otmasak ham narsa yiqiladi. Uni buqani qarang ketishini. Qochib ketyapti. Hamma qo'rqyapti. Ko'biltdi. Sanchida ko'biltdi. Suzar ekanda bu. O'la meni mashinamga qarab ketyapti bu. Yurma u tomonga yurma. Iltimos yurma. Ketdi. Mashinamdan oldin o'tib ketdi. Buni ushlarmiz endi bir narsa qilib. Davomi keyingi qismda akalar endi. Video yakunlanyapti. Tog'amiz bog'da chiroylisini zarab kelyapti. Ozgina qariroq, lekin sifati chiroyli ekan. Qancha bo'ldi tog'a? 18 million. Yashang, barakasini bersin. Shopir aka xabaringiz bormi narxidan? Qancha? Ha, jupi 58. Yashang aka, barakasini charchamang. Jupi 58 million so'm, zo'r. Aka qancha bo'ldi bu? 24,5 million bo'libdi. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Akalar kommentga yozib ketinglar. Aka qancha bo'ldi qo'chqor? Akamiz etkilari ham kelmadi. Bola ishqozlariga yana bolamiz kelyapti mana. Nech pul bo'ldi aka yana bola? 24. Nechinchi qorin ekan? Birinchi qorin 24 million yana bola. Barakasini bersin yashang aka. Mana cho'ylardan chiqiladi. Nech pul bo'ldi aka bu? 1345. 13 million 450 ming so'm bo'libdi. Zo'r, barakasini bersin. Akalar mana bu tomonda g'alayon ichida chiqib kelyapti, rosa ko'p. Narxini bilamiz hozir. Like bosib turinglar. Gumbillatib turinglar like agalar. Ana buqamiz qizilidan buqani. Bu qancha bo'ldi aka buqa? 26 million. Zo'r, barakasini bersin. Yana bola qancha bo'ldi tog'a? Adeni. 20 million. Yashang. Lekin o'ta ham boshqacha ekan. Mashinadan labon ustiga chiqib ketdi oyog'i. Zo'ra qaytarib tushirdi ekan. Ot haqiqatdan o'ta sho'x ekan. Yosh. Nima deysizlar bunisiga endi otda? Ha, nima bo'ldi? Suzaman deyaptimi u?